Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Xudo xolasa biz Astana shahriga yetib keldik. 5-iyun kuni prezident kubogi boshlanadi. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlashga kelinglar, kutamiz sizlarni. Mana O'zbekiston terma jamoamiz a'zolari hammamiz kutib qolamiz. Kutamiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum hamma o'zbek xalqimizga. Mana biz Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga kelib oldik. Xudo xolasa 5-kuni ertalab Amerikaga uchib ketamiz. Mayamida Xudo xolasa tayyorgarlikni boshlaymiz. Yaqin kunlarda ikkinchi jangim ham bo'lib o'tadi. Iyun oyida. Xudo xolasa duo qilib turinglar. Sizlar duolaring bilan inshaalloh yaxshi bo'ladi. Xudo Sankt-Peterburgda ham komanda bo'yicha 2-o'rinni qo'lga kiritdik. Xudoga shukr, yaxshi natija bo'ldi Rossiyadan keyin. Shumbola TVga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qo'llab-quvvatlab turgani uchun rahmat kattakon. Assalomu alaykum aziz bizni yurtdoshlar, Astonadagi muxlislar. Mana biz terma jamoamiz Astonaga yetib keldik. Mana kecha kelib joylashdik. Mana bugun trenirovka jarayoni o'tadi. Xudo xolasa mana musobaqalarimiz boshlanadi. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlanglar, albatta sizlarni xursand qilamiz. Sankt-Peterburgdagidan ham yaxshi natija qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana yaqinda Sankt-Peterburg shahrida yakunlangan xalqaro turnirda biz umumjamoa hisobida 2-o'rinni oldik. 4 ta oltin, 3 ta kumush, 3 ta bronza medali bilan. Bu YouTube bilan hamma o'zbekistonlik yurtdoshlarimizni tabriklab qolamiz. Xudo xolasa mana bugun Qozog'istonning Astana shahriga yetib keldik. Yana xalqaro turnir prezident kubogiga xudo xolasa qatnashamiz. Qo'llab turinglar xudo xolasa. Sizlarni qo'llab-quvvatlashing bilan inshaalloh yana chiroyli g'alabalar bilan sizlarni xudo xolasa xursand qilamiz. Va Shumbola kanaliga omadlar tilab qolaman. Shu kanalga ham obuna bo'ling.